Salom Papa Carlo. Bilasizmi? Menga yigitlikdan xabar keldi. Nimadan xabar kelgan? Axir 17 yoshga kirdim-ku. Ha, sen bechora ham mana endi so'ppayib yuribsanmi? Endi siz meni to'liq yasamaganingizdan keyin so'ppayib yuraman-da. O'zim ham afsusdaman-da, Buratino. Endi kech bo'ldi. Meni kechir. Papa Carlo, axir meni ham uylanib farzand ko'rgim keladi, oila qurgim keladi. Nima qildiysan? Hech bo'lmasa bitta mix qoqib bering. Mix? Bitta fikr keldi. Burningni yechgin-da. Ye, ana burni o'sib chiqdi. Qoyil. Yo'q-e, rostdanmi? Voy. Haqiqatan ham. Ha, burniga boqyapti. Endi buni nima qilaman? O'sha hali mix degan joyingga o'rnatib ol. Qoyil, Papa Carlo. Siz ajoyib dahosiz. Ha? Papa Roza qalaysan? Men Papa Roza emas, Papa Carloman. Papa Carlo'ymish. Mama Roza qayerda? Mijozlar bilan bo'lsa kerak. Axir u tikuvchi-ku. Ya, Muratina, burning biznikidaqa bo'lib qoptimi? Shirin narsalarni ko'p hidlagan edim. Ana endi ko'proq qazi yesang, hammasi yaxshi bo'ladi. Chinni. Menga o'rgatmang. Xudo xolasi hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, Papa Roza, gulmisan, rayhonmisan, sunbulmisan? Nima? Gulmisan, rayhonmisan, sunbulmisan? Dumbulman. Asli tushunmaydi loq. Papa Carlo, axir o'zingizni o'zingiz mot qilib qo'ydingiz-ku. Men endi odam bo'lsam, qayerdan bilaman. Menga qara dumbul. Uyga borib, meni ichki kiyimlarimni yuvib qo'ygin, tushundingmi? Voy, yana qo'ydingmi? O'tirjama. Sen bilan ko'rishamiz. Gel.